Anlavatqanыңlar Muhammed aleyhisselamның tərcümə hali namlı əsər. 90-cı bab Uhud uruşu. Quraysh xalqi Bədirdə qattiq məğlubiyyətə uçurğan və savdo yolları to'silib qolganlıqdan Qurayshlarning qilib qolgan cho'nglari yig'ilib, ularga musibat keltirgan karvonning sobiq boshlig'i Abu Sufyonning oldiga berib, Muhammad bizni xo'rladi, cho'nglarimizni o'ltirdi. Biz karvondagi mollarimizning foydasini Muhammad bilan urushga ishlatishga rozi bo'ldik. Karvonda meli balaning hammasi buningga rozi dedi. Karvondagi mollar egalariga topshirilmay Darun Nadvada saqlab qo'yilgan edi. Uning foydasi 50 ming dinar edi. Shuning bilan Abu Sufyan urushga odam to'plashga kirishdi. Qurayshdan 3 ming odam to'plandi. Ularning ichida Mustaliq uruqining va Havna ibn Huzayma uruqining ittifoqdoshi bo'lgan Ahabishlar bor edi. Ular bilan yana Rasulullohni yomon ko'rib, Madinadan chiqib ketgan Avuslik Abu Amir Rahib va uning bir turkum adashkuchilar bor edi. Ularga Kinana va Tihamadagi arablardan bir guruh odamlar qo'shildi. Safvan ibn Umayya shoir Abu Azzaga "Sen shoir bo'lgandan bizga og'zing bilan yordam qilgin" dedi. Abu Azza Badr urushida asirga tushganda Payg'ambar alayhisalom uni to'lam olmay qo'yib bergan edi. Shunga u Muhammadga qarshi boshqalarga yordam bermayman deb va'da qilgan edi. Shu sababdan ikkinchi qatim uning qo'liga tushib qolsam qutula olmayman dedi. Safvan gap qilib yurib, oxiri uni unutdi. U bir kishilarni musulmonlarga qarshi urushga qo'zg'adi. Jubayr ibn Mut'im Vahshiy ismli qulini chaqirib, "Sen Hamzani o'ldirib, tog'am Tuaymning intiqomini olib bersang, seni ozod qilaman" dedi. Vahshiy o'q etishga usta edi. Qurayshlarning hammasi yig'ilib bo'lgandan keyin yo'lga chiqdi. Ular kanizaklarni, dab va boshqa chalg'u asboblarini, haroq sharoblarni olib oldi. Qurayshning cho'nglari mag'lub bo'lmaslik uchun xotinlarini birga olib oldi. Ular yurib Madinaning udulidagi Zulhulayfa degan yerga tushdi. Rasulullohning tog'asi Abbas uningga maktub yo'llab, Quraysh qo'shinining otlanganligini xabar qildi. U Badr urushida ko'p ziyon tortganligini bahona qilib, bu qitim mushriklar bilan birga chiqmagan edi. Rasululloh mushriklarning yaqinlashib kelayotganligini uqqandan keyin sahobalarga ma'lum qilib, ular bilan kengashdi va ularga "Biz Madinada bekinib olib, sirtqa chiqmay turaylik. Mushriklar qayerga tushsa, hamon yomon sharoitda turadi. Agar ular bizga bostirib kirsa, ular bilan jang qilaylik" dedi. Payg'ambar alayhisalomning bu fikriga muhojir va ansorlarning peshqadamlari qo'shildi. Abdullah ibn Ubay qo'shildi. Ammo yoshlar bo'libmi Badr urushiga qatnashmaganlar sirtqa chiqib urush qilish fikrini o'tirg'a qo'ydi. Hamza ibn Abdul Mutallib bu fikrni yoqladi. Bu fikrdagilar sanjihatdan ko'p va azamat bo'lganligi uchun Payg'ambar alayhisalom oxir ularning fikriga qo'shildi. Rasululloh Shavvol oyining 10-kuni juma namozini o'tdi. Xutbada sahobalarni chidamliq va sabrchan bo'lishga da'vat qildi. Yana "Chidamliq bo'lsanglar, g'alaba sizlarga mansub" dedi. Ondan uyga kirib, 2 qat savut kiyib, qilichini isib chiqdi. Qalqonni dumbasiga tashlab qo'ydi. Ansarlarning peshqadamlari yoshlarning Payg'ambar alayhisalomni sirtqa chiqib urush qilishga qistaganligini ko'rib, ularni aybladi. Va "Ishni Rasulullohga qo'yib beringlar, nima desa shuni qilaylik" dedi. Shuning bilan Payg'ambar alayhisalomga "Ey Rasululloh, sening fikring bo'yicha ish qilaylik" dedi. Rasululloh payg'ambar degan jang kiyimini kiygandan keyin dushmanlar bilan urushib, Allohning hukmi bilan kelgan natijani ko'rmaguncha kiyimini silib o'tishga bo'lmaydi dedi. Ondan alamlarni tarqatdi. Muhojirlarning alamini Mus'ab ibn Umayrga, Xazraj qabilasining alamini Habbob ibn Munzirga, Avs qabilasining alamini Usayd ibn Huzerga tutqizib, Madinadan 1000 odam bilan otlandi.
tağ yo'lining bir chetiga yetib borganda payg'ambar alayhissalom jiq bir to'p lashkarni uchratdi va ularning kimligini so'radi. Ularning yahudiylardan Abdullah ibn Ubayning ittifoqchilari ekanligi ma'lum bo'ldi. Rasululloh mushriklarga qarshi turishda kofirlardan yordam talab qilmaymiz deb ularni qaytib ketishga buyurdi. Chunki ularning xiyonat qilishidan amin bo'lg'il bo'lmaydi. Rasululloh o'z qo'shinini ko'zdan kechirib, yeshi kichiklarni qaytarib o'tdi. Qaytarilganlar qatorida Rabi ibn Hadij bilan Samura ibn Jundublar bor edi. Rabi o'q atishga usta bo'lg'achqa qoldirildi. Samura buni anglab, yig'lab, "Rabi qilib men qaytib ketamdiman. Vaholanki Rabi bilan chelishsam men uni yiqitatdim" dedi. Bu xabarni payg'ambar alayhisalom anglab, ularni chelishga soldi. Samura yengib chiqqandan keyin uni qaytarmadi. Payg'ambar alayhisalom shanba kuni kechasi shu yerda qo'ndi. Lashkarlarga Muhammad ibn Maslamani, o'ziga Zakwan ibn Qaysni ko'zatchilikka qo'ydi. Lashkarlar atsi atiganda yo'lga chiqib, Uhud bilan Madina orasidagi Shavd degan baqqa yetib borganda Abdullah ibn Ubay mening gapimni anglamay, go'dak bolalarning gapiga kirib, sirtqa urushga chiqdi. Nemishqa o'zimizni o'ldirib birdi ekanmiz deb 300 odamini agashtirib qaytib ketdi. Jabirning dadasi Abdullah ibn Amr ularning keynidan berib, "Hey qavmim, Allohni esinglarda tutib, qavminglarni, payg'ambaringlarni tashlab etmanglar" desa, ular urush bo'ladiganligini bilsak, albatta sizlarga agishatdiq dedi. Abdullah, "Alloh sizlarni bizdan yiroq qilsin. Alloh payg'ambarini sizlarga muhtoj qilmaydi" dedi. Abdullah ibn Ubayning yuqorqi harakatidan Xazraj qabilasining Harisa aymaqi bilan Avs qabilasining Salama aymaqi xeli tashvishga tushib, qaytib ketish niyatiga kelgan bo'lsa-mu, lekin Alloh ularni bu niyatidan yondirdi. Orqaga chekinib qaytganlarni qanday qilish to'g'risida musulmonlar ikki guruhga bo'lindi. Bir guruh ular bilan urushayli desa, yana bir guruh ularni o'z mayliga qo'yib berayli dedi. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimdagi mana oyatni nozil qildi. Ey mu'minlar, sizlar nimishqa munofiqlar to'g'risida ikki guruhga bo'linib ketsizlar? Allah ularning qilmishlari tufaylidan ularni kufrga qaytaribdi. Allah azg'unlikda qoldirganlarni sizlar hidoyat qilmoqchi bo'lamsizlar? Kimniki Allah gumrohlikda qoldirdi ekan, sen uningga to'g'ri yo'l tepib bera olmaysan. Sura Nisa 88-oyat. Lashkarlar qo'zg'alib, Uhud tog'idagi bir jilg'aga kelib tushdi. Rasululloh lashkarlarni orqasini taqqa, oldini Madinaga qilib o'rinlashtirdi. Mushriklar Uhud tog'ining oldidagi o'ymonlikqa o'rinlashdi. Mushriklar lashkarlarining o'ng qanotiga Xolid ibn Valid, sol qanotiga Ikrama ibn Abu Jahil, piyodalarga bo'lsa Safvan ibn Umayya boshchilik qiladi. Payg'ambar alayhisalom Zubayr ibn Avvomning qo'mondonligidagi bir bo'lik qo'shinni Xolidning qarshisiga, boshqalarni qolgan dushman askarlarining qarshisiga o'rinlashtirdi. Musulmonlar qo'shini ichida 50 o'qchi bor edi. Ansarlardan bo'lgan Abdullah ibn Jubayrni ularga qo'mondon qilib tayinladi. Bu o'qchilarni lashkarlarning orqasiga o'rinlashtirib, ularga lashkarlarning orqa tarafini saqlashni, mushriklar musulmon lashkarlariga hujum qilganda ularni o'q etib chekindirishni va musulmon lashkarlari mayli yangsin, mayli yangilsin, hamon o'z o'rinlaridan qo'zg'almaslikni buyurdi. Ondan keyin lashkarlar sepini tuzdi va ularga nutq so'zlab, ularni subatliq ko'rsatishga rag'batlantirdi. Bu nuqtada yana Jibril dilimga soldiki, kishi rizqi tugamaguncha o'lmaydi. Rizqinglar tugamagan bo'lsa, Allohdan qo'rqib, rizqinglarni halol yo'l bilan talab qilinglar. Haram yo'l bilan talab qilmanglar. Mu'minlar xuddi inson badanidagi a'zolarga o'xshaydi. İnsanning biror a'zosi og'risa, butun badan bearom bo'ladi, dedi.
Ondan so'qish, yakma-yak tushish usuli bilan boshlandi. Mushriklarning sepidan bir odam maydonga chiqishni talab qildi. Uningga qarshi Zubayr chiqib, uni o'ldirdi. Mushriklarning ilmini Talha ibn Abu Talha oldi. Onu Ali o'ldirgandan keyin alamni uning qarindoshi Osman oldi. Osmanni Hamza o'ldirgandan keyin alamni ularning qarindoshi Abu Sa'd oldi. Onu Sa'd ibn Abi Waqqas o'q bilan o'ldirdi. Onundan keyin alamni Talhaning avlodidan orqama-orqa 4 kishi olgan bo'lsa-mu, ularning hammasi o'ldirildi. Mushriklar sepidan Abu Bakrning o'g'li Abdurrahman maydonga chiqishni talab qildi. Onun dadisi onunğa qarşı çıkmakçı bolğanda Peygamber aleyhisselam "Ey Abu Bakr, sen bizge lazım" deb onu medi. Müşriklarning otliq askarlari 3 qatim hujum qilgan bolsa-mu, musulmonlar ularni o'q etib chekindirdi. İki tarafning qo'shinlari bir-biri bilan giralishib, jang taza qizigan chaqda müşriklarning ayollari askarlarini ilhomlantirish uchun tablarni chelib, naqshalarni aytishga boshladi. Rasulullah'ның quluqiga naqsha ovozi kirganda, "Ey Allah, sana tayinib hujum qilaman. Sen uchun urush qilaman. Menga Allah kifoya. Allah nima degani yaxshi ega" deydi. Angacha Peygamber aleyhisselamның tağısı Hamza ibn Abdülmuttalib şehit bo'ldi. Şehitlarning biri Hamza düşman sepini aralab yurib jang qilayotganda onu Vahşi isimli qul bir neyse urib, qursqini yerib tashladi. Mushriklarning bayroqdarlari orqama-orqa o'ldirilgandan keyin mushriklardan hech kim yaqin kelolmay qochishga boshladi. Mushriklarning ayollari ho'ngrab yig'lashadi. Bu chaqda musulmonlar mushriklarning orqasidan qo'lab g'animat yig'ishga kirishdi. Tağ üstüde musulmonlarning orqa tarafini himoya qilib turgan o'qchilar qismi Rasulullahning topshiriqini unutib, bu yerda turishning nima hojati bor deb o'ljaga yugurishdi. Abdullah ibn Jubayrning gapiga quloq solmadi. Abdullah ibn Jubayr ozg'ina kishi bilan o'z mavqesida ching turdi. Mushriklarning boshlig'i Xolid ibn Valid ahvolni ko'rgandan keyin o'z mavqesida qilib qolgan o'qchilarga hujum qilib, ularni o'ldirib bo'lib, o'lja elish bilan bo'lib ketgan musulmonlarning orqasidan hujum qildi. Tuyuqsiz hujumga uchragan musulmonlar nima qilarini bilolmay, aloqazodi bo'lib, o'ljani tashlab qochdi. Saplari buzildi. Hatto o'xshmasdan bir-biri bilan urushdi. Bu chaqda bir mushrik ayol alamni qo'liga olib ko'targan edi. Mushriklar uning atrofiga to'plandi. Muhacirlarning bayroqdori Mus'ab ibn Umayrni o'ldirgan Ibn Qami'a degan mushrik Muhammadni o'ldirdim degan so'zni tarqatdi. Bunun bilan musulmonlarga mag'lubiyat yuzlandi. Ba'zilar Muhammad o'lgan bo'lsa-mu, dinimizni qo'g'dash uchun urush qilishimiz kerak dedi. Bu mag'lubiyat natijasida musulmonlardan Valid ibn Uquba, Xarija ibn Zayd, Rifa'a ibn Mualla, Osman ibn Affan qatorliq bir guruh kishilar Madinaga qarab chekinishdi. Lekin ular darhol Madinaga kirishdan o'yilib, 3 kunni o'tkazib, andin kirishdi. Rasululloh bir bo'lak musulmonlar bilan jang maydonida subatlik bilan turdi. Abu Talha Payg'ambar alayhisolamning yanida turib, uni qalqini bilan qo'g'daydi. U usti margan edi. Bu xalsini Payg'ambar alayhisolamning oldiga tashlab qo'yib, "Mening jinim sening jiningga fido bo'lsin" dedi. Payg'ambar alayhisolam oldidan o'tganlarga "O'qinglarni Abu Talhaga tashlab ketinglar" dedi. Rasululloh mushriklarning harakatlarini kuzatib turadi. Abu Talha uningga "Ey Rasululloh, menga sen ota-onamdan chora. Düşman tarafga qarama. O'q tegib ketmasin. O'q sana tegguncha menga tegsin" dedi. Payg'ambar alayhisolamni muhofazat qilib turgan kishilar ichida yana tövendagi kishilarmi bor edi. Sa'd ibn Abi Waqqas. Payg'ambar alayhisolam uningga "Hey Sa'd, otqin. Sana ota-onam fido bo'lsin" dedi. Sahl ibn Hanif.
u ustun bergan bo'lib, dushmanlarni payg'ambar alayhissalomga yaqin keltirmaydi. Abu Dujana u payg'ambar alayhissalomni qo'dab, orqasini mushriklar tarafga qilib turadi. Dumbasiga tegayotgan o'qlarga chidab, dodil turadi. Ziyoda ibn Haris u Rasulullohning yenidan medirlamay uni qo'daydi. Ziyoda erlanganda Rasululloh uningga putini takiya qilib berdi. U payg'ambar alayhissalomning putiga beshini qo'ygan holda jon uzdi. Payg'ambar alayhissalomga zo'r ig'irchiliklar yetgan bo'lsa-mu, u Alloh iltifot qilgan chidamligi bilan hammani ko'tarib ketdi. Ubay ibn Xalab payg'ambar alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'lib kelayotganda, payg'ambar alayhissalom yenidagilardan nayzani olib, "Uni menga qo'yib o'tinglar" dedi. Ubay yaqin kelganda payg'ambar alayhissalom uningga bir nayza urdi. Ubay Uhuddan qaytib kelib etib, shu nayzaning ta'siridan yo'lda o'ldi. Payg'ambar alayhissalom Uhud urushida bo'lsin yoki boshqa urushlarda bo'lsin, Ubaydan boshqa odamni o'z qo'li bilan o'ldirmagan. Abu Amr rahib musulmonlarni urug'i tushib ketsin deb, o'raklarni qo'lab ustilarini yepib qo'ygan edi. Payg'ambar alayhissalom shu o'raklardan biriga tushib ketib, o'shadan ketdi va ikki tizi surilib ketdi. Ali payg'ambar alayhissalomning qo'lidan tutdi. Talha ibn Ubaydulloh ko'tarib turg'izdi. Bular payg'ambar alayhissalomni muhofazat qilib turganlardan edi. Utba ibn Abi Waqqas payg'ambar alayhissalomga tosh etib, uning udul tishini to'kib o'tgan edi. Uni Hatib ibn Abu Balta qo'g'lab berib o'ldirdi. Abdullah ibn Shihab Zuhri payg'ambar alayhissalomning yuzini yerib o'tdi. La'nati ibn Qami'a urg'anliqdan payg'ambar alayhissalomning savotining tumirlari uning ikki mag'ziga kirib ketib jarohatlantirdi. Fetib ketgan tumirlarni Abu Ubayda tishi bilan sug'urib oldi. Uning ikki o'ttir tishi sunib ketdi. Bu chaqda payg'ambar alayhissalom payg'ambarining yuzini qonga bo'ygan qavm qandoq najot topsin dedi. Allah Teala Kur'an'daki bunu ayetini nazil kıldı. Ey Muhammed, bu iş senin ihtiyarında emas. Allah ulanı ya tövbege muvaffak kılıdı, ya zalim bulgulluğu için azapqa duçar kılıdı. Sura Ali İmran 128. ayet. Resulullah'ni öldü degan gap tarqalgandan keyin onun hayat ekanligini en evvel Ka'b ibn Malik el-Ansari bilib, xushalliqdan qattiq ovoz bilan "Hey musulmonlar, xush xabar!" deb to'g'ladi. Payg'ambar alayhisalom uni jim turishga buyurdi. Ondan Sa'd ibn Abi Waqqas bilan Sa'd ibn Ubadaning o'rtasida turgan holda sabtiki o'rniga mangdi. Uning bilan Abu Bakr, Umar, Ali, Talha, Zubayr, Haris ibn Sammalarmu bor edi. Ular ketib barganda Osman ibn Abdullah ibn Mughira "Muhammad qayerda? Ya u o'lidi, ya men o'laman" deb chiqib keldi. Uning eti müdirib ketib, o'rak yiqilib tushdi. Haris ibn Samma berib uni o'ldirdi. Payg'ambar alayhissalom sabtiki o'rniga yetib bargandan keyin Fatima uning jarohatlarini yuvdi. Ali suqib berdi. Ondan bir parcha bo'rini ko'ydirib, külünü jarohatga bosdi. Qon to'xtadi. Payg'ambar alayhissalom shu yerdagi bir cho'ng toshning ustiga chiqmoqchi bo'lgan edi, qon ko'p eqib ketganlikdan chiqa olmadi. Talha ibn Ubaydulloh uylab chiqarib qo'ydi. Payg'ambar alayhissalom tog'ning ustida turgan bir turkum mushriklarni ko'rib, "Bular bizdan yuqori turmasligi kerak. Ey Alloh, sen bilanlar kuch-quvvatga ega bo'lamiz" dedi. Ve Ömer ibn Xattab başçılıqida bir turkum askar avatib mushriklarni tog'dan qo'g'lab tushirgizib etdi. Payg'ambar alayhissalomni muhofazat qilib turgan musulmonlarning badallari nurg'un yaralandi. Chunki ular dushman o'qlarining payg'ambar alayhissalomga tegib ketishidan ansirab o'zlarini o'qqa tutib bergan edi. Talhaning 70 necha yeri yaralanib, qo'li tutmas bo'lib qoldi. Ka'b ibn Malikning 17 yeri yaralandi. Bu jangda musulmonlardan 70 necha kishi shahid bo'ldi. Bularning 6'si muhojirlardan,
Qolgani ansarlardan edi. Muhacirlardan şehit bo'lganlarning orasida Hamza ibn Abdulmutallib va Mus'ab ibn Umayrlar bor edi. Ansarlardan şehit bo'lganlarning orasida Hanzala ibn Abu Amir, Amir ibn Jamuh va uning o'g'li Xallat ibn Amir bilan kelinining qarindoshi Jabir ibn Abdullahning otasi bor edi. Amirning ayoli Haramning qizi Hindi kelib, ularni tugiga atib, Madinaga apirib dafn qilmoqchi bo'lib manganda Payg'ambar alayhisalom shahid bo'lganlarni Uhudning sirtiga ochqib ko'mishni ma'ni qildi. Shuning bilan Hindi qaytib ketdi. Shahid bo'lganlarning qatorida Sa'd ibn Rabi bor edi. Payg'ambar alayhisalom uni izdigiga odam avatganda, u o'liklar orasida jon uzish oldida turadi. O Payg'ambar alayhisalomning uning izdirikini qilganligini anglab, qavmimga aytinglar, Aqaba kechasi Payg'ambar alayhisalomga bergan va'dasida ching tursin. Alloh bilan qasamki, ular bunday qilmasa, u dunyoda mening yuzimga qaray olmaydi, dedi. Anas ibn Malikning tog'asi Anas ibn Nazr shahid bo'lgan edi. U shahid bo'lishdan ilgari Payg'ambar alayhisalom o'ldirildi degan xabarni anglab, "Ey qavmim, Payg'ambar alayhisalomdan keyin qilib nima qilasizlar? Qarindoshlaringlarga o'xshash dushman bilan elishib o'linglar", dedi-da, mushriklar bilan rosa urushib shahid bo'ldi. Quraysh mushriklari shahidlarning quloq burunlarini kesib, qursoqlarini yerib tashlagan edi. Hatto Abu Sufyanning xotini Hindi Hamzaning qornini yerib, yuragini ilib chaynab, yutolmay tashlab etdi. Abu Sufyan taqqa chiqib, yuqori ovoz bilan "Obdan urush bo'ldi. Urush deganda yangish bo'lib turdi. Badr urushidagi o'shimizni oldik. Xolisanglar kelar yili Badrda yana urushimiz. O'liklaringlarning quloq burunlari kesib tashlanibdi. Men bunday qilishga buyurmagan edim. Lekin buningga xafa bo'lib ketmadim", dedi. Ondan keyin mushriklar Madinaga kirmasdilar, Makkaga qarab yo'l oldi. Buningdan musulmonlarning bu urushda mag'lub bo'lmaganligi chiqib turdi. Chunki musulmonlar yengilgan bo'lsa, mushriklar cho'qim ularning keynidan qo'g'lab berib, Madinani talon-taroj qilgan bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom shahidlarni ko'zdan kechirdi. Tog'asi Hamzaga qattiq qayg'urdi. Uhud jangida o'lgan shahidlarning hammasi kiyimlar bilan dafn qilindi. 2-3 odam bir qabrga qo'yildi. Chunki musulmonlar charchaganlikdan har bir shahid uchun ayrim go'rkolash ig'ir keladi. Musulmonlar Madinaga qaytib borganda Yahudi va munofiqlar masxara qilib, ko'nglidagi dushmanligini ashkorlab, o'z hamrohlariga "Jangga chiqmay biz bilan qilib qolgan bo'lsa, o'ltirilmagan bo'ladi", deyishdi. Musulmonlarning Uhud jangida ko'ngilsizliklarga uchrashi mundaq ikki cho'ng ishni tark etganligidan bo'lgan. Bu ularga aslatadigan muhim savoq. Birinchi ish, Payg'ambar alayhisalomning musulmonlar yangsimi, yangalsimi, o'qchilar qismining o'z o'rinlaridan qo'zg'almaslik to'g'risidagi topshiriq edi. O'qchilar qismi buningga xiloflik qilib, makonlarini tashlab ketdi. Ikkinchi ish, kishining barliq harakati xolis xudolik uchun bo'lishi va cho'ng musibatlarga sabab bo'ladigan dunyo manfaatini ko'zda tutmasligi kerak edi. O'qchilar dunyo manfaatini ko'zlab, g'animat bilan bo'lib ketdi. Oxiri uning jazosini tortdi. Alloh taolo Qur'onda Uhud jangi tafsili bayon qilingan Ali Imron surasida mundaq deydi: "Alloh sizlarga qilgan va'dasida turdi. Allohning irodasi bilan ularni qirvatatdinglar. Alloh sizlar yoqtiradigan g'albini ko'rsatgandan keyin zaiflashib qoldinglar. Payg'ambarning amri to'g'risida datalash qilishdinglar. Uningga bo'ysunmadinglar. Ba'zilaringlar dunyoni ko'zladinglar. Ba'zilaringlar oxiratni ko'zladinglar. Ondan Alloh sinash uchun sizlarni dushman bilan ilishishdan chekindirdi. Ya'ni mag'lubiyatga yuzlandirdi va sizlarni haqiqatan afv qildi. Alloh mu'minlarga marhamat qilg'uchidir." Sura Ali Imron 152-oyat. Uhuddagi musibatning sababi bir yoqidan bosh chiqarmaganlik, bo'shanlik qilganlik, boshliqqa itoat qilmaganlikdan iborat.
Şuna ittifak buluş, cesaretlik buluş, başlıkı itaat kılış zörür. Allah'ın tövfik berişini soraymiz. Bu kısım muş yerida ahırlaştı. Diqqatinglar kinti qismda bo'lsin.